Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sanamiz 16-mart 2025-yil. Hozir men sizlarga uzum novdalarini may oyigacha saqlashni o'rgataman. May oyida ko'kka qora qilib payvand qilishgacha saqlashni. Mana novdalarimiz hammasining nomini yozib qo'yganmiz. Dubovskiy, Rozovskiy hammasi yozilgan mana. Akademik. Endi bu novdalarimizni mana bakilishkaga joylayapmiz. Buni ichiga apilka solamiz mana. Yog'ochning apilkasi. Bu bir kun suvda turishi kerak. Bir kun suvda tursa, o'ziga suvda yaxshi bo'ladi. Mana bakilishkaga novdalar joylab oldik. Endi sekin ichiga apilka solyapmiz. Mana ichini apilkaga to'ldirib bo'ldik. Endi buni xolodilnikka joylaymiz. Novdamizni xolodilnikning eng pastki ko'ziga meva soladigan joyiga qo'yib qo'yamiz. May oyigacha turaveradi. Nami ham qochmaydi, harorat past bo'lganligi uchun ko'karib ham ketmaydi. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sanamiz 7-may kuni bo'ldi. Xolodilnikka saqlab qo'ygani novdalarni qo'ygandik. Bugun o'sha novdalarni oldik. Suvga solib qo'ydik mana. Yam-yoshil holatda turibdi. Bu videoni apilka ichiga solib qo'yganimda ko'pchilik bunaqa qilib saqlab bo'lmaydi deb negativ fikr bildirgandi. Mana natijasi. O'shanga YouTube'dan o'chirib tashlagandim. Endi hozir qayta joylayman. Shu videoni natijasini ko'rsatayin dedim. Hammasi sifatli holatda. Endi bir sutka suvda turadi, ertaga keyin payvand qilamiz. Nomlari ham o'chmaydi.